Hammamizni boshimizda bor bu kun, hammamiz bu dunyoni tark etamiz. Shunga Go'rkov akalarimizga, qabristonda ishlaydigan akalarimiz uchun zo'r variant qilib qo'yishibdi. Tobutlarni qiynalmaydigan, mana unga o'xshagan nirjeveykali variantini yasab chiqishibdi. O'rtoqlar, men bugun Farg'ona viloyati Buvayda tumani Cho'l qishlog'iga kelganman. Bu yerda ukamdan somon olardim. Shunga o'xshagan apparatlarni ishlab chiqaradigan ukamiz yaxshi ish qilishibdi. Hammaga kerak bo'ladigan, hammani boshida bor narsani qulaylashtirishibdi. Odatda mana ular temir, og'ir bo'lardi yoki bo'lmasa taxtadan bo'lardi. U taxtalar vaqtlar o'tib o'zgarardi, sinadi, boshqa bo'ladi. Shularni mana yuvadiganlarni ham tunikadan, boshqadan qilishardi. Nirjeveykadan tayyorlashibdi. Shuni obzorini qilamiz, narx-navosini shu haqda Muslimbek ukam bilan gaplashamiz. Videoni diqqat bilan, shoshilmasdan, xotirjam ko'ring. Kerak bo'lib qoladi. Kerak odamlarga bu videoni tashab qo'ysangiz, manfaatli video bo'lib qoladi. Videoni boshladik. Assalomu alaykum Muslimbek. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan. Yaxshi ish qilibsiz. Xudo xolasa. To'g'risi, o'tgan videoyimizda somonlarning ichida ozgina to'xtalib o'tib ketdik-ku. Bunga batafsil to'xtalaylik dedim. Chunki ikki xil variantda yasayapmiz dedilar ukam. Qarang, to'liq boshidan yana bir bor video qilaylik bularni. Hozir ikki xil gulligi bor ekan, anaqana. Ikki xil gulligi aka. Tilla ranglisi va jo'li oddiysi aka. Gulli varianti oddiysidan ham bor ekan. Endi Muslimbek, bu hammasi nirjeveykadan bo'ladimi? Hammasi nirjeveykadan aka. Zanglamaydi, ha? Yo'q, yo'q. Yengil ham, to'g'rimi? Misol, oddiy o'zimizda temirdan ko'ra yengilroq chiqadi-da, bu to'g'rimi? Ko'tarishda ham. Misol, mashinani ham ko'tarishda umuman men o'zim hozir joyini o'zgartirganda mana uni ko'tardim. Yengildi, zanglamaydi. To'g'rimi? Yo'q, yo'q. Qalinligi necha bo'ladi? Qalinligi 0.9 birligi bo'ladi aka. 0.9 birlik. 0.9 birligi aralash bo'ladi-da, to'g'rimi? Hammasi birlikmi, hammasi 0.9 bo'lmaydi. Shunaqa aka. Lekin baquvvat o'ta mustahkam aka. Necha kilo yukni ko'tarishi mumkin? 250 kilo yukni ko'taraveradi aka. Sinovdan o'tgan, ustiga bemalol odam chiqib, 3 ta odam chiqib ko'tarib ko'rganmiz. 250 kilo yukni bemalol ko'taraveradi. 3 ta odam chiqib sinab ham ko'rdinglar? Sinab ko'rdik. Malades. Endi bu hozir ochiladigan variantimi? Ochiladi aka. Bu oshiq-moshiqli. Oshiq-moshiqli, ochiladigan variant. Buni ustidagini olib qo'ysa ham bo'ladimi? Olib qo'yishning imkoniyati bor. Olib qo'yishning imkoni bor aka. Bemalol suv chiqadi, oshiq-moshiqdan chiqadi. Kishi bo'lsa ikki tomondan bitta-bitta suriladi. Suriladi, bo'ldi, chiqadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu kirib shu bemalol nima qilaveradi. Bu gulligi bo'lsa, bu gulsiz. Gulsizi. Bizga oddiyroq kerak desa, mana oddiyroq. Oddiyroq variant kerak desa, lekin bu ham chiroyligini aka ko'rishingiz. Endi aslida olganda nima deydi? Buni chiroyli, xunigi bo'lmaydi-yu, lekin sifatli qilib, ko'rganda ko'rganda demaydigan qilib, chiroyli qilib yasashibdi, ko'ringlar. Muslimbek, hozir bunda komplekt, mana shu uchalasi bitta komplekt bo'ladimi? Yo'q, ikkalasi bitta komplekt aka. Ha, mana u yuvadigan bilan bu bitta komplekt. Ha, bu ham shu. Bunga ham bor. Xuddi shunaqa yuvadigan anaqasi bilan, stoli bilan beriladi. Stoli bilan beriladi. Bu ham nirjeveyka, bu ham zanglamaydi. Nirjeveyka, bemalol aka. Ustiga odam chiqib mana, xudo xolasa. Siz necha kilosiz, Muslimbek? Men 90 kiloman aka. 90 kilo. Bukul degan narsa bo'lmaydi. Bukilib ketmaydi, sinib ketmaydi. Mana bu yerlarni ham chiroyli qilib yasashgan. Bemalol odamni bemalol ko'taraveradi. Bemalol yuvib, ishni bitirib, yana artib tozalab ketaveradi. Temir bo'lsa zanglab ketadi. Temir bo'lsa zanglaydi. Bu suv bilan yur. Mana mobillarni turbalarni qo'yib chiroylab nima qo'yganmiz. Ukulonni bor aka. Ukulon qilingan. Ko'ringlar, ukulon qilib suvlar yerdan tushgan suvni sekin olib chiqib ketaveradigan variant qilingan. Komplekti necha pul chiqadi? Komplekt aka 4,5 million so'm qilib beryapmiz aka. 4,5 million so'm. 4,5 million so'm. Hop, bizda qarang, Muslimbek, Farg'ona ko'rmaydi, Namangan ko'rmaydi, Andijon ko'rmaydi, butun O'zbekiston ko'radi-da. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraveramizmi? Yetkazdirib beramiz. Endi yo'l kirasi addenni bo'ladi. Xudo xolasa chiroylab kelishtirib chiqarib beradi. Dastavkasi alohida. Dastavkasi alohida bo'ladi aka. Vodiyning ichiga tekin qilib beraylik dastavkasini. Mayli, vodiy ichiga siz uchun aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Tekin qilib beramiz aka vodiy ichiga. O'rtoqlar, vodiy ichiga endi yaqinroq bo'lganligi uchun dastavkasini tekin qilib berishadi. Boshqa xafa bo'lishmasin. Endi uzr tutasizlar. Va bu yo'l ancha uzoq. Nimagaki gabarit narsa bu ham. O'z ko'nib turibdi. Endi begona odam olib borsa baribir pulga olib boradi. Endi o'zlarida texnika borligi uchun vodiyning ichiga 1-2 soat vaqt ajratib tashlab kelishaveradi, muammosi yo'q.
Ekranda nomer turibdi. Qo'ng'iroq qilsanglar, mana gullarsiz, boshqacharoq variant qilib ham yasab berishaveradi. Kelishilgan asosda gaplashib yasatishinglar mumkin. Ekranda nomer bor, Telegram bor, bemalol bog'lanish mumkin. Gaplashib ishinglarni bitirsanglar, albatta xursand bo'lib qolamiz. Kimdirlar qidirib yurgan, kim yasab berar ekan degan akalarimiz uchun mana tayyor yasaydigan joydan sizlarga maxsus videorolik tayyorladik. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bilan bizni qo'llab-quvvatlab, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, shunga o'xshagan foydali, kerakli videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Muslimbekka kattakon rahmat, uka. Qo'lingizlar ko'rmasin, salomat bo'ling. Yaxshi ish qilibdilar. Ko'pchilik qidirib yurishadi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Salomat bo'linglar.